transport kommunikatsiya, aloqa vositalari va internetga ulanish imkoniyati mavjud bo'lgan hududlarda foydalanilmay yotgan davlat obyektlari yosh tadbirkorlarga nol qiymati bilan ijaraga beriladi, bepul beriladi. Hamma hududlarda tashkil etilayotgan iqtisodiy zonalarda, mana biz hozir hududlarda iqtisodiy zonalar tashkil qilyapmiz. Kichkina iqtisodiy zonalarda, shaharlarda esa kichik sanoat zonalarini O'zbekiston Yoshlar ittifoqining a'zosi bo'lgan yosh tadbirkorlardan ijara haqi olinmaydigan tartib joriy etiladi. Bu oson emas. Meni eng katta qiynayotgan shu yoshlarni ish bilan ta'minlanmasak biz bu chet elda borib ko'cha supurishni to'xtata olmaymiz. Bu katta kuchni biz samarali foydalanmas ekanmiz, bizda o'zgarish bo'lmaydi. Hamma iqtisodiy zonalarda ham, kichik zonalarda ham yoshlar ittifoq a'zomiz borsa, arenda puli olinmaydi. 5 yilgacha shu tizimda ishlaymiz. Mayli biz yo'qotamiz, lekin bilinglar, biz bugun milliard yo'qotsak, 5 yildan keyin 10 milliard pul yutamiz. Ma'naviyatda bebaho narsa yutamiz. Bundan tashqari o'z biznesini boshlagan yosh tadbirkorlarga imtiyozli narxlarda yuridik, texnik va boshqa maslahat yordamlarini ko'rsatishni yo'lga qo'yish lozim. Bu masala bo'yicha Moliya vaziri Xo'jayev, Savdo sanoat palatasi raisi Ikromov 1 oy muddatda tegishli takliflarni ishlab chiqib taqdim etishi zarur. Shuningdek, tegishli iqtisodiy chora-tadbirlarni amalga oshirish hisobidan O'zbekiston Yoshlar ittifoqining byudjet mablag'larini 2 barobar ko'paytirish rejalashtirilmoqda. Bosh vazir o'rinbosari Qo'chqorov, Moliya vaziri Xo'jayev, Davlat soliq qo'mitasi Parpiyev bu masalaga alohida mas'ul hisoblanadi. Har yili bularga Yoshlar ittifoqimizning byudjetiga 200 milliard pul tushishi kerak. Bular xolagan joyiga qanday qilib bular yoshlarni qaysi yo'nalish bo'yicha nima pul beradi, kimga uy olib beradi, kimga kompyuter olib beradi, kimni o'qishga kirgizadi, ularda o'zlari ishi bo'lishi kerak. Har oyda menga hisobot shaxsan berasizlar. Iqtisodiyot vazirligi, Davlat soliq qo'mitasi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi hamda Hunarmand uyushmasiga topshiriq. Hunarmandlik yo'nalishdagi tadbirkor yoshlar, ayniqsa qizlarning kasanachilik bilan band bo'lishi uchun qulay sharoit yaratib berilsin. Jumladan yosh hunarmandlarga xomashyo sotib olish uchun kreditlar berish, o'z biznesini boshlayotgan yosh tadbirkorlar tomonidan pensiya jamg'armasiga to'lanadigan sug'urta badallarini olingan kreditlarning qoplashga yo'naltirish tizimi joriy etilsin. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyat va Toshkent shahar hokimliklariga topshiriq. Sinov tariqasida 11 yillik majburiy o'rta ta'lim tizimiga o'tish munosabati bilan men buni ham sizlarga aytishim kerak. Bizda yaqinda mana men bugun topshiriq berdim. 20 kun ichida qaror chiqadi. Shu xalq qabulxonalariga juda katta odamlardan taklif kelayotgan inobatga olib, biz sinov tariqasida 11 yillik tizimga o'tamiz. Maktab 11 yillik bo'ladi. Hammada emas. Biz buni juda katta tahlil qilamiz 20 kun ichida. Misol uchun kerak bo'lsa bir kollejni maktab qilamiz. Shuni maktab qilib, narigi maktabni bo'shatamiz. Yoki maktabni 11 yillik qilamizda, kollej sekin-sekin bo'shaydi. 11 yil o'qitamiz. 2 yil 10-11-klassda o'qiyotgan o'zini yo'nalishi bo'yicha kasb beramiz. U degani 100% kollejlar yopiladi degani emas. Lekin shu laboratoriyalarimiz va hokazolarimiz borligini uchun mana sinov tariqasida 11 yillik majburiy o'rta ta'lim tizimiga o'tish munosabati bilan bo'shayotgan kollejlar ustaxonalari negizida yoshlarni, ayniqsa uyushmagan yoshlarni 6 oygacha bo'lgan muddatda bepul o'qitish va kasbga qayta o'qitish markazlarini tashkil qilamiz. Litsey tugatdi, litseyda 10% kiryapti, 90% ko'chada. Uni guvohnomasi yo'q ishga olish uchun. Biz shu bo'shatgan masterskoylarda bepul davlat o'zi ularni o'qitib qo'liga guvohnoma beradi. Sen mana shopir, sen traktorist, sen medbrat, medsestra va hokazo shularni qishloqni talabidan kelib chiqib shuni qilamiz. Men o'ylayman bu hozir eng dolzarb masala. Ayni paytda qo'liga diplom olib mustaqil ish boshlayotgan yoshlarimiz uchun ham qo'shimcha imkoniyat va imtiyozlar yaratib beriladi. 2018-yil 1-yanvardan boshlab kasb-hunar kollejlari, akademik litseylar va oliy ta'lim muassasalarini birinchi marta ishga joylashgan bitiruvchilar bu imkoniyatlardan foydalanadi.
Ya'ni ta'lim muassasalarini tamomlaganiga 3 yil bo'lmagan bo'lsa, ularning ish haqidagi olinadigan daromad solig'i birinchi yil 50%, ikkinchi va uchinchi yil esa 25% kamaytiriladi. Shuningdek, O'zbekiston Yoshlar ittifoqi qoshida barcha turdagi soliqlardan 10 yilga ozod qilingan shuba korxonalar tuzish vakolati beriladi. Ushbu korxonalar uchun aniq faoliyat yo'nalishlari, misol uchun turli fanlar, jumladan chet tillarini o'rganish, kompyuter dasturlarini tuzish, tadbirkori asoslari o'qitish tizimlari belgilash lozim. Mazkur korxonalar tomonidan to'lanadigan soliq tushumlarining 20%ni O'zbekiston Yoshlar ittifoqiga o'tkazib berish tartibini joriy etilishi kerak. Yana bir masala. O'zbekiston Yoshlar ittifoqi viloyat va tumanlar zamonaviy yoshlar kinoteatrlarini barpo etish ishiga bosh-qosh bo'lsa yaxshi bo'lar edi. Shuning uchun Sanoat qurilish bank tomonidan 5 yil muddatga beriladigan imtiyozli kreditlar asosida alohida dastur ishlab chiqish va amalga oshirish taklif etiladi. Yoshlar ittifoqi faol a'zosi bo'lgan bakalavriat va magistratura talablariga o'zlashtirish ko'rsatkichi 85% va undan yuqori bo'lgan taqdirda 35-40% pulini shartnomasini Yoshlar ittifoqi to'laydi. O'zbekiston Yoshlar ittifoqi tizimida 3-5 yil va undan ko'proq faol ishlab kelayotgan, ipoteka krediti asosida uy-joy sotib olish istagini bildirgan xodimlarning har yili 140 nafariga 25-30% miqdordagi boshlang'ich to'lovini tashkilot mablag'lari hisobidan to'lanadi. Mana yana bitta masala, bu hisob kitob qilasizlar. Yoshlar ittifoqining viloyat, shahar, tuman kengashlari raislarini rag'batlantirish, tashkilotning faoliyat samaradorligini oshirish maqsadida tijorat banklaridan 10 yil muddatgacha mo'ljallangan boshlang'ich to'lovi 15%lik imtiyozli kredit asosida o'zimizda ishlab chiqarayotgan Matiz va Damas avtomobillar shaxsiy mulk sifatida sotib olishga qulaylik yaratiladi. Agar hozirgi narxda o'rtacha 46 million so'm bo'lgan bu kreditlarni qaytarish muddati amalda 3 yil, boshlang'ich to'lovi 30% va foiz stavkasi 24% ekanini hisobga olsak, umumiy avtomobil qiymati esa qariyb 40% arzon tushishdan yoshlar yetakchisi qanchalik iqtisodiy naf ko'rishni tasavvur qilish qiyin emas. Yana bir muhim masala, endi viloyat tuman hokimlarining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlanish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosarlari, tuman ichki ishlar bo'lim boshliqlarining yoshlar bo'yicha o'rinbosarlarini O'zbekiston